Banan postining shifoliq roli. Biz odatda bananni yeb bo'lgandan keyin postini tashlab etamiz. Biroq banan postining yuqori qon besimi, shamoldarish, gemoroy qatorliq kasalliklarga alohida unumi bor. Chunki banan postining tarkibida ko'p xil qanit, oqsil, vitamin C qatorliq ozuqliq moddalar bor. Birinchi, shamoldarishning oldini oladi. Banan postidan 30 gram elib, suvda qaynatib, choy o'rnida ichib berganda qon tomirini kengaytib shamaldarish, yurak sanjiqining oldini olib bo'ldi. Ikkinchi, yuqori qon besimga foydali. Banan postidan 30 gramdan 60 gramgacha qaynatib ichib berganda yuqori qon besimga foydali. Uchinchi, qichishishning oldini oladi. Bakteriya keltirib chiqargan teri qichishishning oldini oladi. Banan postini qichishgan o'ringa surksa yoki postini ezib, suvda qaynatib yerlik o'rinni yuyib bersa bo'ladi. To'rtinchi, sugalni davolaydi. Banan postini sugalning ustiga surkab berganda sugal oldirmay yumshaydi. Shuning bilan asta-asta o'zligidan tushib ketadi. Beshinchi, tish og'riqiga foydali. Banan postidan muvofiq miqdorda qozonga solib, navat bilan birga qaynatib, bir kunda 2 vaqt ichib berganda tish og'riqiga foyda qiladi. 6. Qo'l yerilishining oldini oladi. Har qatim qo'l bilan putni issiq suvda yuvib bo'lgandan keyin banan postini surib berganda qo'l yerilishining oldini olg'ili bo'ladi. 7. Maslikni yeyishidi. 8. Yuz terisini silliq paqroq qiladi. Banan sho'pikini yuzga surib berganda silliq paqroq qilgandan sirt yana yerilishning oldini oladi. 9. Banan sho'piki qavziyatni yaxshilab, gemoroyning oldini oladi. Maqatdan qon kelishini to'xtatadi.